Shunday bir duoni o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Shunday kalimani o'rgataymi? Agar shuni aytsangiz, Alloh hamma yo'g'ingizni hal qilib beradi. Allohning rahmati bo'lsin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Hay Rasululloh o'rgating dedi. Uzot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qul idza asbahta va idza amsayta." Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga